O'zing zo'r deb bilaverasan, qachonki sendan zo'r odamlar oldida kelmasin. Talaba istaklariga binoan personal jim zaliga keldik. Ustoz o'zi hozir yo'q ekan, lekin avazaga qarab shu yerda ulardan hozir borib maslahatlar so'rab bugungi turmush jarayonlarini boshlaymiz. Mashg'ulot boshlashdan oldin razmiki qanchalik muhim va haftada necha kun zalga chiqish tavsiya qilasiz va qanaqa formatda ishlasa bo'ladi? Talaba istaklariga binoan personal jim, ya'ni Baxtiyor Mamajonov zaliga keldik. Xudo xolasa hozir trenerlardan kerakli maslahatlar va foydali trenirovkalar videolarini olib, Instagram tarmog'iga hisob roliklarini va kattaroq formatini yoki Telegram yoki YouTube kanaliga joylab turamiz. Podpishkada bo'lib kuzatib turinglar. Xudo xolasa istoriyalarni ham, reyslarni ham to'xtatmay qo'yib boramiz. Hammalarga rahmat, joyingiz sog' bo'lsin. Mashg'ulot boshlashdan oldin razmiki qanchalik muhim va har bitta musulga ishlaymiz. Masalan, qo'l, oyoq har bitta musul alohida ishlaganda razmiki bir xil bo'laveradimi yoki har xil qilish kerakmi? Masalan, erkakga alohida. Yo'q, endi erkakga, qanotga, qo'lga bo'lganda iloji boricha erkak sustavlarni yaxshi qizdirib olish kerak. Bo'g'inlar. Endi oyoqga alohida. Oyoqga alohida. Tepa muskullariga, pastki sustavlarga yaxshi urg'u berib qizdirib olsak bo'laveradi. Birinchi mashg'ulot nimadan boshlasak bo'ladi aka? Bugun endi birinchi mashg'ulotni gavda ekan, sizlarga hamma mashg'ulotlarni boshlaymiz. Bo'ladi, ketdi. Nima? Shtanga ishloladi. Bergansizlar. To'g'ri. Shu yangilik qilish uchun o'zi birma-bir. Sizlarga yangilar ta'sirlar qilib, tursa. Bismillah. Mana o't qo'yayotgandami? Tushaymiz-a, bir daqiqa. Bittadanmi? Okey. Şaşırmayınız. 7, 8, 8 çıkıyor. Şöyle hareket yapalım. Boş yandaksın, biraz hızlı hareket. Çok sen tüy tepede işte. Hadi. İşte yanınızda diğer kendi bir kadar dursun, o çıkana boz işte. Boş dur. Sana tek şey. 3 4 5 Usta baribir. O'zingni zo'r deb bilaverasan, qachonki o'zingdan zo'rlari oldiga kelmaguncha deydi. Bitta trenajyorda o'zida maksimalniy gavdalarga pamp berib qo'ydi. Bu albatta tajriba. Prosta tak bo'lmaydi. Aytib o'tishim kerak, trenajyorlar ham ishlash uchun juda ham qulay. Современный, ham ishlashi o'ta yengil. Почти kilolar nagruzi tushirmayganga o'xshaydi. Akras ustoz o'zi ham kelib qoldi. Ustoz o'zidan ham momentdan foydalanib qiziqarli savollarga javoblar olamiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Ustoz, mazza yaxshimi? O'zingiz so'rashim. Hozir ham diqqat qilgani keldi dedi. Maşallah, aytib turibdi. Va ustoz usta. O'zing zo'r deb bilaverasan, qachonki sendan zo'r odamlar oldiga kelmasin. Bitta mashqada o'zida zo'r pamp berib qo'ydi. Masalan, 150 kilo jim ishlab ham unchalik pamp qila olmadi. Bitta mashqa bilan. Ashunga so'rayapman, necha kilo olasizda? Asha informatsiya berib turibman, bari opit rol o'ynaydi ko'p narsada. Sog'liq qo'ydilar. To'g'ri. Endi boshladik. Hozir birinchi mashqada boshladik. Ishlash jarayonida akamga ham savollar bor, o'z bitta ishda berib ketaman. 5 dan qo'shdim keyingisiga aka. Ha? 5 dan. Şeylik olsa bronkiyadan doğarakta almış. O'zingizni faqat organizmingizni his qilmagungacha dam olgan, o'tirib. O'sha ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi hafta o'rtada qiynalib qolasiz. Naguzga bo'ladi shay qiynaladi. Ha, damda kimdir qirani deydi, kimdir 30 sekund, 40 sekund, 30 sekund. Kimdir biladi buni kayfini, kimdir bilmaydi, lekin ishoninglar, buni azobi ham juda ham yoqimli. Qachonki muskulingiz azob cheksa, vahsha taningiz maza qiladi, yuragingiz maza qiladi, qon aylanayotganini bilinasiz. Trenajyor qalay trenajyor? Dahshat.
Masakoli. Lekin real современный trenajyorlar вообще ishlashga juda ham qulay. Yani YouTube projesinde maksimal fan bo'lib ketdi. Hech unaqa qilmagan ekan. Endi og'ir resga ham to'g'ri, o'zini nimasi bor. Vaqtida og'ir res ham qilish kerak, lekin hamisha emas. Yangi resda chiqar, shakl berib olsa, Har xillik ham bo'lib turishi kerak ekanda. o'zgartirib, har xil qilib o'rnini olib chiqish kerak. Bunda organizm belgilab qoladi. Imonni shtangadan boshlash kerak degan narsa bu yolg'onmi? Iloji boricha aldash kerak deb, masalan, internetda trend bo'lyapti. Aldash kerak desa ham o'ziga kerak tushunchani oladi-da. Упражнение. Gavdani bir hafta bo'yicha boshlasa, keyingi hafta boshlaydi. Yana bir hafta so'ng yana boshlaydi. Iloji boricha har bitta boshlagan упражнениesidan tampon olish kerak. Kelatda shogirdlar klientlar ma'lum ishlatib mana qiling desa, men yaxshi bu ishni olmayman-da, tampon olmayman-da. Tushunchasini yetkazib berish qiyin-da. Bu tugatdik. Shu nafas olamiz. Lavatga. Iloji boricha ushlashga harakat qilamiz. Havo oldiga borganda, ha? Ko'pchilik ko'ryapti-da, chiqaradi. Biz masalan maksimal ochibroq qilaveramiz buni. Ayol. Ochib turish boshqa. Sigara. Aktivani chiqaryapsiz. Ha. Nima qarang? Bunday ochasiz. Bunday qilasiz. Yaxshi. Chiqaradi ham. Bunday emas, bunday qilib. Ko'tarib, ha. Buklab olmaydi. Och, buklab olmaydi. Bosh orqadan boshqa qo'ymasin. Bu sohada qanchadan beri ish yuribsiz aka? Hozir 15 yil bo'ldi, yo'q. 15 yil bo'ldi. 2000 Trenerlik faoliyatingiz yurib ekansiz yoki sportga kirganingizga ham aka? sportga kirganimga ancha bo'ldi. 20 yil bo'lsa kerak. Nima uchun bodybuilding aka? Nima uchun? Boshqa soha yoki boshqa sport emas, nima uchun bodybuilding? Endi yoshligimizda kinolarni ko'rib, Arnold Schwarzenegger kinolarni ko'rib havas qilardi. Hobi bo'lib qolgan. Endi o'zimni tanamni xursand bo'lar ekan degan tushuncha kelib kirganman. Yoqib qolgan, yana ham chuqurlashib, mukammallashib ketdi. Ya'ni unaqa trener bo'lib ketasan degan maqsadga kirmagan. O'zimni tanamni to'g'rilayman deb kirgan. Yoqtirib o'zingiz sport qilgansiz, keyin sekin tajriba oshib, oxiri mana trenerim bu. Lekin vaqt o'tib ketar ekan. maqsad ko'tardi. Qo'shaymi aka yo'q bo'ladi? Hech qo'shay aka. 5 o'm qo'shaymi? 100 qular. Mana hozir so'raysan, men og'riqdan ishlayapsiz. Quvvat endi, lekin disiplina bilan desiz, ozgina yengil reslar moshni berib. Joyiga beradi. Ushlash kerak xolos. Hali oxirgacha olib borib qo'ygan yaxshi. Chala fan qilib ishlamas. Yo'q. Ma'lumot berib qo'ysak. Hammalar ham kelib chiqmaydi. Ayniqsa yerga mustaqillar o'ta bir apasli bo'ladi. Shogirdlarga qattiq qo'l trener bo'lgan yaxshimi yo do'stona bo'lgan yaxshimi? Ikkoviga. Har xil odam keladi-yu. Endi har xil bo'ladi, настроенияsi har xil bo'ladi. Ja qattiq qo'lli ham bor. Lekin qattiq qo'lli qilmasangiz Ishlamaydi. ishlamaydi. Lekin iloji boricha do'stona qilib, Vaziyatga qarab, muomalaga qarab. Davom kelganda, miyadagi, ko'chadagi, ishidagi holatlarni chiqarish kerak-da. unutgan holatda-da. Ha, maza qilib turmushga qoldim degan tushunchani olib ketish kerak. Stresslardan olib ketish kerak-da. Buni silovni ko'taramiz endi hozir.